Assalomu alaykum master class obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri yangiliklarimiz yetib keldi. Monster drabilkalarimiz upakovka holatda shunaqa bo'ladi. Tayyor yig'ilgan holatda esa shunaqa ko'rinishda bo'ladi, yig'ilgan holatda. Bunimiz 22 kilovatli bo'ladi. Motor qismlari keladigan bo'lsak, 1,5 ming оборот 380 ga ishlaydi. Shkif orqali, remen orqali harakatlanadi. Shuning uchun motorda обороты 1,5 ming bo'lsa, bunker qismida обороты 3400 оборот bo'ladi. 50 lik deyiladi. 22 kilovat, 1 soatiga 2 tonnai 400 dan 3 tonnai 200 gacha har qanday don mahsulotlarda un ko'rinishda yoki yorma ko'rinishda qilib maydalab beradi. Bunker qismini o'zi shuni sof og'irligi 280 kilo bo'ladi. 2025-yil 11-oyda Xitoyda zavodda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Bularimiz mana bu xompa tomonlari. Shu yerdan makka bug'doy, makka sotasi bilan ham bemalol un ko'rinishda chiqarishingiz mumkin. Mana bu ikkita gaykada ochib regirovka qilaverasiz bemalol. Shulardan regirovka qilib yoki qopda o'zi bu yerga to'kib qo'ysangiz ham bemalol 4 qop 5 qop narsa sig'adi. O'zi mana bu ulitkadan shu joydan tushadi. Ulitkadan tortib beradi. Ulitkasi ham e'tibor berib qo'yasizlar, ancha katta bo'ladi. 22 kilovatligi uchun bu tarafdan don mahsulotlar tushadi. Tepasi qismidan esa changi chiqib ketadi. Buni ishlarini ham ko'rsatib o'taman. Motor kilovatlari ko'rib o'tishingiz mumkin. 100% misad modkalik Bao firmaniki. Mana bu ishlari esa juda ham og'ir. Ishlari 7 qatorli bo'ladi. 36 ta molotoq bilan jihozlangan bo'ladi. Ancha qalin listda qilingan, ko'rib o'tishingiz mumkin. Buyurtma asosida maslinli pachimli bo'ladi. Ikki yonida bunker qismidan tashqi holatda bo'ladi. Changni ichida qolmaydi va mana bunaqa cho'yanlik listlari bilan jihozlangan bo'ladi. Mana tepa qismlarida ham donda tezroq maydalab chiqarib olish uchun. O'zida setkalari, mana bu setkasi un ko'rinishda chiqarib bera oladi. Mana bu setkalari esa yorma holatda chiqarib beradi. Mana buni yopib qo'yadigan bo'lsak, bu turbasi bu yerga qatirib turib, bunkerini ovorasizlar. Mana bunisini olib turib, bu orqali boshqa xonaga chiqarishinglar ham mumkin bo'ladi. Yoki quruq hashaylarni ham juda ham mayin qilib chiqarib olsanglar ham bo'laveradi. Chorvachilik uchun va aholiga xizmat ko'rsatishga, yem do'konlarga bemalol tavsiya qilaman. Kilovatlari 22 kilovat va bundan pastroq kilovatlari ham bor. Misol uchun 18,5 kilovat, 15 kilovat, 11 kilovat, 7,5 kilovatli bo'ladi. Mana shu upakovka holatda bo'ladi. Yig'ilsa mana shu ko'rinishda bo'ladi. Buni birdan narxini ham aytib o'taman. Buni narxi $1650 ga qilib beramiz. O'zimiz Xitoydan birinchi qo'l. Shuning uchun bu tepadan kelmaymiz. To'g'risi narxlari juda ham zo'r narx qilib chiqarib qo'yganmiz. Bundan kichikroq, bir razmer kichikroq varianti 18,5 ni ko'rsatib o'taman. Mana bunisi 18,5 kilovatli bo'ladi. 15 kilovat motordan 18,5 gacha qo'ysangiz bo'ladi, lekin bu o'zi toza 18,5 bo'ladi. 170 kilo sof og'irligi, buni ham chiqqan oyi bir xil. 1 soatiga 1 tonnai 200 dan 1 tonnai 400 gacha har qanday don mahsulotlarni maydalab beradi. Оборотлari 3400 bunker qismidagi 50 lik razmer deyiladi bu ham. Eniga esa mana bu eniga bo'lsa 40 santimetrlik deyiladi.
40 santimetrli eniga elak tushadi. Elaklarni ham video davomida ko'rsatib o'taman. Buni 18,5 kilovatlikni narxiga keladigan bo'lsak, $1500 12 ta viloyatga dastavkalari ichida qilib beraman. Bundan kichkina razmeri endi esa 15 kilovatlik bo'ladi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. 15 kilovatligimizni sof og'irligi 135 kilo bo'ladi. Soatiga 1 tonnadan 1 tonnadan 200 har qanday don mahsulotlarni va hashay mahsulotlarni maydalab bera oladi. 15 kilovat. Buni bu boshdan bu boshi eni esa 35 santimetr deyiladi mana. Bu ham 40 modelliga kiradi. Bu 15 kilovatdan sal kichikroqi kilovati 11 kilovatlikni ham ko'rsatib o'taman. Mana bunisi modeli 40 model bo'ladi. Bunisini ham eniga esa 28 santimetrlik deyiladi. 11 kilovatlik motor oborotlari 1,5 ming oborot bo'ladi. Bunker oborotlari 3400 oborot bo'ladi. Soatiga 800 kilodan 1 tonnagacha har qanday don mahsulotlarni un ko'rinishda, yorma ko'rinishda qilib maydalab beradi. Sof og'irligi 115 kilo bo'ladi. Bu 11 kilovatligimizning narxiga keladigan bo'lsak, $1100 12 ta viloyatga dastavkalari ichida bepul qilib yetkazib beramiz. Shu holatda, upakovka holatda yetib boradi. Qolgan narsalarni ham video davomida ko'rsatib o'taman. Bundan kichikroq endi esa 7,5 kilovatlik bo'ladi. Mana buni ko'rib o'tishinglar mumkin. Bu ham modeli 40 model bo'ladi, lekin eniga esa 20 santimetrlik bo'ladi. Shunisiga ham bir e'tibor berib qo'yasizlar. 40 modellikda bu 17 santimetrligi ham bo'ladi. Unisi esa mana bu kichikroq bo'ladi. Bunisi esa 20 santimetrlik deyiladi. 7,5 kilovat haqiqiy. 3400 oborot munkeri buni ham soatiga 700 kilodan 900 kilogacha don mahsulotlarni, hashay mahsulotlarni bemalol maydalaradi va sof og'irligi 100 kilo bo'ladi bularimiz. Shu holatda va motor necha kilovatlik olsangiz, shu kilovatdagi motor, misol uchun 18,5 kilovat olsangiz, 18,5 kilovatli motor bitta, 18,5 kilovatli bunker bitta komplet narxini ichida yetib boradi. Mana shu hamma motorlar narxini ichida aytilyapti. Bunker alohida, motor alohida emas. Bu narxini ichida shu holat bir komplet mana shu holatda yetib boradi. Mana shu bir komplet holatda misol uchun 22 kilovatlik $1650, 11 kilovatligi esa $1100. Shu bir komplet bo'ladi. Hammasi 1,5 ming oborot, 380 voltga ishlaydi va 100% mis admotkali bo'ladi. Buni shkiflari bunker qismini o'zida bo'ladi. Rahmalarini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana tag qismi rahmalari. Mana eng chekkadan ko'rib o'tishinglar mumkin. 7,5 kilovatlikda orqadagi don soladigan ko'rinishdagisi mana bu 11 kilovat, 15 kilovat rama qismi, remen zashnilari, bunker qismlari, orqa xompalari. Bunisi esa 18,5 kilovatlik. Mana bunisi ham 18,5 kilovat. Va nihoyat mana bunisi esa 22 kilovatlikdi. Rama qismlari va remen zashnilari mana billa shu holatda yetib boradi bir kompletda. Remenlari alohida beramiz. Mana shu remenlaridan komplet qilib mana bu tirsagi yana turba qo'shimcha bunga ulab turib boshqa xonalarga yoki yem xonalarga to'kkani bir yo'li montaj qilib turbadan qilib qo'ysanglar ham bemalol bo'laveradi. Mana bu esa chang va pastdan don tushiradigan bunker qismlari bo'ladi va eng qiziqarli yeri
sizlarga elaklarini ko'rsatib o'taman. Har birini elagi ko'rib o'tishinglar mumkin. Mana bu 20 santimetrli elak 7,5 kilovatlikniki bo'ladi. 5 xil elak bo'ladi mana. Ko'rib o'tishinglar mumkin. 10 ko'rinishda chiqaraman desanglar, mana bu mayinrog'ini qo'yib olasizlar. Mana bu mayin qo'yib olsanglar bo'laveradi. Yorma holatdagisi bo'lsa, mana bu sal kattarog'ini qo'yib ishlatib foydalanishinglar mumkin bo'ladi. Va mana boshqa razmerlari ham mavjud. Mana ko'rib o'tishinglar mumkin. Shulari ichida bor, narxini ichida, alohida sotuvda yo'q bularimiz. Yoki yana qo'shimcha boshqa setkalari kerak bo'lsa, zavodga to'g'ridan-to'g'ri zakaz qilamiz. Teshigini razmerini, mana bu razmerlarini aytib bersanglar, bemalol zavodga zakaz qilib, buyurtma qilib, olib keltirib bera olamiz o'zimiz mana. Bu 18,5 kilovatlikniki. Mana bulari esa har xil 10 ko'rinishdagi va yorma ko'rinishdagi 15 kilovatlikniki. Bunisi esa 11 kilovatlikniki. Va bu eng kattasi bunaqasiga 60 santimetrlik bo'ladi. Bunisi esa 22 kilovatlik Monster drabilkalari setkalari bo'ladi. 5 xil ko'rinishda bo'ladi. Hammasida 5 xil ko'rinishda, ya'ni 5 ta setkasi yetib boradi. Kimga shunaqa har xil turdagi drabilkalar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Manzilni aytib o'tamiz. Manzil Andijon shahar Soy Trikotaj bozori 2-qavat 318-do'kon. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bundan-da qiziq videolar hali oldinda.